Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Biz Urganch shahar markazida Dehqon market, Darital, yan tarafimiz institut, bu yanda Görtürgalan Solkamotal, Raycenter bozor. 8 qavatli domimizni 7-qavatında lift ishlab turibdi. 60 kvadratli 2 xona sotib qo'yildi. Birgalikda ko'rib o'tamiz. Görtürgalan Dehqon market. Sagetdik. Aziz yurtdoshlar, 7-qavatga keldik. Aytib o'tganimiz 8 qavatli domni 7-qavatında liftlarimiz postoyanli ishlab turibdi. Toza qurilgan dom bu, bilasizlar. 2 xona 60 kvadratli. Bismillahirrohmanirrohim. Yuraversa chap qo'limizda hojatxonasi. To'rda spalni, bu yon tarafimizda katta zal, bu yonimiz kuxnyasi. Suvlar girib turibdi. Gaz so'chiklarimiz qo'yilgan, gazlar ham kelib turibdi. Bu yon tarafimizda balkon ochiq. Doğrayına ve center bozora qarab turibdi. Bu yon tarafimiz Solkamotal. Bu yon tarafimiz Darital. Urdu Hindiston yaqin. Bakassanız zo'r bo'ladi. 60 kvadrat. Bu yanımız katta zal. 6 metre, 3,5 metre. Koridoram şimdi keng tushgan. Bu yanımız spalni. Bu yan tarafımız şeyden prigorодga qilinib, vanna xonasi bo'lar ekan. Bahasına keladigan bo'lsak 370 million so'm aziz yurtdoshlar. Like bosib donish bilishlarga berib qo'yinglar. Zo'r yerda joylashgan. Bahasam ajoyib. Sog'lom bo'linglar, ishlaringiz omad.